Xo'sh. Juda yaqin masofa. Aniq tiniq tepsa bo'ldi. Nuqta. Ruxsat berildi. To'g'ri, hali chizyapti. Hakam Jalol Jayet. Portugaliya yana bitta jonli devor o'rnatdi. Bu orqali darvozabonning ko'rish imkoniyatini pasaytirmoqchi. Va mana bunday taktika qarang. Ikkitasi chalg'itishga urinyapti. Bizning jonli devorni o'rtada bo'shliq yuzaga keltirmoqchi. Referi bunga e'tiroz qildi. Vaqtni yutyapti Portugaliya o'zi uchun. Hatto raqib jamoaga asabiylikni ham taqdim etayotgan bo'lsa ajab emas. Va bo'ldi. Masala hal bo'ldi. Baribir qoldi o'sha portugallar. Va Ronaldo ham zarba yo'llamoqchi. Zarba va